Muhammadali Maqsudov, xususiy tadbirkor. O'qing va amalda qo'llang. Insonning kelajagi ko'pincha u tug'ilib o'sgan makonning ruhi bilan hamohang bo'ladi. Mening hayot yo'lim 1984-yilda Tojikiston Respublikasining Sulim go'shalaridan biri So'xt viloyatining Bobojon G'afurov tumanida, aniqrog'i Ovchiqalacha qishlog'ida boshlangan. Bizning oilamiz o'rta hol edi. Otam bosh hisobchi bo'lib ishlagan. Onam esa fayzli xonadonimizning bekasi edi. Balki otamning kasbi sababdir. Menda ham yoshligimdan hisob-kitobga, tartibga qiziqish bor edi. Lekin rostini aytsam, bolaligimda katta biznesmen bo'lish yoki boy badavlat yashash haqida chuqur orzu-xayollar qilmaganman. Hayotning o'zi meni sekin-asta shu yo'lga boshlab keldi. Hozirgi kundagi asosiy biznesim plastmassa mahsulotlari ishlab chiqarish va sotishdan iborat. Bular qatoriga PVH va alyuminiy profillarini sotish, furnitura savdosi, plastik va alyuminiy derazachiliklar ishlab chiqarish sexi, fasad tizimlari hamda PVH uchun metal ishlab chiqarish sexlari kiradi. Shuningdek, ichki va kirish eshiklari sotiladigan do'kon egasiman. Ilk biznesimni 2018-yilda deraza va eshik yasash sexini ochish bilan boshlaganman. O'shanda Azimjon aka bilan sheriklikda ishlashga qaror qildik. Bag'dod bozoridan 99 kvadrat metrli do'kon sotib olib, shu yerning o'zida sex ochdik va ishga kirishdik. Meni biznes olamiga hech kim yetaklab kirmagan. O'zim oldimga maqsad qo'ydim va shu maqsad sari dadil qadam tashladim. Chunki bu sohada 10 yillik tajribaga ega edim va tayyor ish joyim ham bor edi. Biznesni boshlagach, ikkita ishchi oldim. Salohiddin va Umarjon degan yigitlar. Ular Habibulloh ustaning sexida hunar o'rganardilar. Boshqa sexda hunar o'rganayotgan bu ishchilarimga har oy maoshni o'zim cho'ntagimdan to'lab turardim. Ular ishni to'liq o'rganib, mustaqil bo'lganlaridan so'nggina ish haqqi mehnatiga qarab berila boshlandi. Do'konimizning joylashuvi juda qulay. Qurilish bozorning yonginasida edi. Odamlar ko'p kelib, bizga plastik va alyuminiy deraza eshiklarga buyurtma berishardi. Albatta, har qanday ishni boshlaganda bo'lgani kabi, bizda ham birin-ketin muammolar paydo bo'ldi. Muammosiz biznesning o'zi yo'q. Biz barcha qiyinchiliklarni birgalikda hal qildik. Chunki muammodan qo'rqan odam hech qachon biznesmen bo'la olmaydi. 2018-yildan 2025-yilgacha bo'lgan davrda yana ikkita yirik sex ochdim. Bu yangi sexlarda derazalarni endi odamlar emas, balki zamonaviy robotlar kesardi. Profillar va aksessuarlar savdosi ham keng yo'lga qo'yildi. Bu ikkita katta sexdan tashqari yana 8 ta kichik sex faoliyatini yo'lga qo'ydim. Xodimlarim soni 50 nafarga yetdi. Men tadbirkorlikning yuqori bosqichiga chiqdim. Ammo shu bilan birga o'zimda boshqaruv bo'yicha bilim yetishmayotganini kuchli his qila boshladim. Biznes kattalashgani sayin uni boshqarish ham shunchalik qiyinlashishi tabiiy hol ekan. Endilikda menga faqatgina ishlab chiqarish sirlari emas, balki aynan biznesni boshqarish xususida chuqur bilim kerak edi. Aks holda hisob-kitob, kirim-chiqim, ishlab chiqarish va jamoani boshqarish masalalarida katta muammolar va tushunmovchiliklar kelib chiqishi aniq edi. Men qaysi biriga ulgurishni, ishni ilgaridek tekis va ravon olib borishni bilolmay, rosa qiynala boshladim. Ichimda tinimsiz savollar aylanardi. Nima qilish kerak? O'sib va rivojlanib borayotgan biznesimni qanday qilib to'g'ri boshqarsam bo'ladi? Uni yanada rivojlantirish uchun nimalar qilishim kerak? Kunlarning birida internet orqali ustoz Ilhom Begimqulovning seminarini ko'rib qoldim. Bu seminar Xo'jand shahrida bo'lib o'tgan edi. O'sha seminarni diqqat bilan tingladim va keyin Toshkentda bo'lib o'tgan coachingga shaxsan qatnashdim. Ilhom Begimqulov bilan uchrashib, u kishiga o'z muammolarimni
nimalarda qiynalayotganimni va nimalarni tushunmayotganimni ochiq aytdim. Ustoz meni darhol angladi va biznesni to'g'ri boshqarish hamda uning boshqa nozik sirlari haqida menga dars o'tishni boshladi. Ustoz Begimqulovdan olgan saboqlarimni darhol biznesimga tatbiq etdim va ishlarini tizimlashtirib, tartibga tushirib, yangi taraqqiyot sari yuz tutdim. Birinchidan, korxonamda brend degan narsa yo'q edi. Eski va odatiy nom bilan ishlardik. Men darhol brend masalasini hal qildim. Ikkinchidan, marketing yo'q edi. Biz faqat offlayn usulda ishlardik. Men avval bizda umuman bo'lmagan onlayn marketingni ham yo'lga qo'ydim. Akademiyada o'qimasimdan oldingi asosiy muammolarimdan biri shunday ediki, ishlar rivojlanmasdi va menda umuman aniq strategiya yo'q edi. Akademiyada biznes strategiyam tuzildi va barcha ishlar shunga muvofiqlashtirildi. Natijada Teromoteji, Teromarket va Doorstone kabi yangi brendlarni tashkil qildim. Korxonada avtomatlashtirishni yo'lga qo'ydim. Marketing va dasturlash bo'limlarini ochdim. Darslarda shuni chuqur angladimki, haqiqiy biznes 6 ta asosiy ustunga tayanar ekan. Marketing, savdo, ishlab chiqarish va xizmat, moliya, HR, xodimlar bilan ishlash, 6 IT, avtomatlashtirish. Akademiyada nafaqat ko'plab yangi bilimlarga ega bo'ldim, balki o'zimda juda yaxshi odatlarni ham shakllantirdim. Darslardan keyin hayotimda yuz bergan eng katta o'zgarish ustoz meni kitobxonlikka o'rgatgani bo'ldi. To'g'risini aytsam, avvallari men umuman kitobxon emasdim. Tinmay biznes qilardim, lekin biznes bo'yicha birorta ham ilmiy adabiyot o'qimasdim. Endi bilsam, bu har qanday biznesmenning eng katta xatosi ekan. O'z sohasi yoki o'zining tafakkurini o'stirish uchun kitob o'qimagan inson qanday qilib o'zgarishi mumkin? Qanday qilib u o'z biznesini rivojlantira oladi? Bulardan tashqari, men har kuni ertalab soat 7:00 gacha 5 kilometr piyoda yurishni boshladim. Tushundimki, sog'lom hayot kechirmagan tadbirkor biznes mashaqqatlari oldida ham tez charchaydi va qiynaladi. Shuningdek, korxonada har kuni plan va fakt tizimini bajarishni qat'iy odat qildim. O'zim esa sog'lom ovqatlanishga o'tdim va qisqa vaqt ichida 11 kilogramm vazn tashladim. Ustozning maslahatlari bilan avvalo o'zimning sog'lig'imga, keyin esa biznesimga e'tibor qaratganim tezda o'z samarasini berdi. Yomon odatlarni tashlab, yaxshi odatlarni shakllantirishni uddalaganim haydom mening hayotdagi eng katta g'alabalarimdan biri bo'ldi. Yana bir muhim ishlardan biri, yuqorida aytganimdek, biznesning 6 ta ustunini o'rgandim va ularni amalda joriy qildim. Moliyaviy boshqaruvni yaxshiladim. Korxonaning aniq strategiyasini ishlab chiqdim. Korxona missiyasini belgilab, xodimlar bo'limini tashkil qildim. Ustoz meni kitob o'qishga ilhomlantira olgani, bu ustozning ham, mening ham eng katta yutug'imizdir. Shuningdek, ustoz doimo bir gapni ta'kidlardi. Vaqt va pulni to'g'ri boshqarsak, barcha ishlar albatta oldinga siljiydi. Bu fikr hayotda 100% to'g'ri bo'lib chiqdi. E'tibor bersangiz, o'qimagan va bilimsiz ko'plab tadbirkorlarda doimo vaqt va pul yetishmasligi kuzatiladi. Ular doim ishlari ko'pligi-yu, ammo hech narsaga vaqti yo'qligini aytib nolishadi. Pullari yangi loyihalarga yoki yurib turgan biznesini rivojlantirishga yetmayotganidan shikoyat qilishadi. Aslida esa ularda barcha imkoniyatlar yetarlicha bo'ladi. Faqat bilim yetishmasligi sababli ular bu imkoniyatlarni va vaziyatlardan chiqish yo'llarini ko'ra olishmaydi. Akademiyada o'qimagan boshqa tadbirkorlarga beradigan eng asosiy maslahatim shuki, inson albatta ilm olishi kerak. Ilm olish uchun esa yoshning umuman ahamiyati yo'q. Agar inson 80 yoshda ilm olsa, u o'zini 20 yoshli yigitdek kuchga to'lgan his qiladi. Ammo 20 yoshli bo'lsa-yu, hech qanday ilm olmasa, u xuddi 80 yoshli choldan zaif va ojiz bo'lib qoladi. Oldinlari biz pul bo'lsa hamma narsa bo'ladi deb o'chtardik. Lekin bu fikr 100% xato ekan. Biznes ilmida shunday ko'p nozik jihatlar borki,
ularni bilmagan, ulardan bexabar insonlar hatto eng katta pul bilan ham biznesini rivojlantira olmaydi. Shunday ekan, o'qishga, bilim olishga hech qachon ikkilanmaslik kerak. Akademiyada darslar juda oddiy va hamma uchun tushunarli uslubda o'tiladi. Mabodo shunda ham tushunmasangiz, ustozdan bemalol so'raysiz va u sizga qaytadan to to'liq anglab yetguningizcha erinmay tushuntiradi. Akademiyada o'qimasimdan avval korxonamda aniq bir tizim yo'q edi. Doim kamchiliklar, nazorat va jarayonlar bilan muammo bo'lardi. Ustoz bizga Bitrix 24 dasturini o'rnatib berdi. Bu dastur juda ko'p muammolarimizni hal qildi va barcha korxonalarim hamda bo'limlarim uchun yagona, markazlashgan tizim paydo bo'ldi. Xodimlar uchun esa Face ID, yuz orqali tanish tizimini joriy qildik. Endilikda ishchilarning kelib ketishi to'liq va aniq nazorat qilina boshlandi. Xullas, akademiyada o'qimagan odamlar men yuqorida sanab o'tganlarning barchasidan, biznes bilimlari va tajribalaridan, tizimli biznes va avtomatlashtirishdan, to'g'ri strategiya va aniq plandan butunlay mahrum bo'lib qolaveradi. Ular o'z biznesini ko'cha-qo'yda eshitganlari, kimlardandir yo'l-yo'lakay o'rganganlari va o'zining ba'zi xom tajribalari asosida, qisqacha aytganda, eng ibtidoiy uslubda boshqaradi. Bunday boshqaruv esa bugungi tezkor va texnologiyalar zamonida umuman talabga javob bermaydi. Yana shuni faxr bilan aytishim mumkinki, akademiyadan keyin korxonada muntazam yig'ilishlar o'tkaza boshladim. Avtomatlashtirish tizimi joriy qilingani natijasida korxonamning sof foydasi naqd 2 baravarga oshdi. Savdo-sotiq ishlari onlayn tarzda yo'lga qo'yildi. Rostini aytish kerak, shuncha o'zgarishlar ichida eng muhimi, men kitobxonlikni doimiy odat qilganim bo'ldi. Turli foydali kitoblar o'qiy boshladim. O'qiganlarimni nafaqat shaxsiy hayotimga, o'zimga, balki biznesimga ham tatbiq etib, amaliyotda qo'llash natijasida menda ham, biznesimda ham juda katta ijobiy o'zgarishlar yuz berdi. Akademiya men uchun go'yoki ikkinchi uyimga aylandi. Takror va takror aytaman, har bir odamga hayotda ustoz kerak. Mening ustozim Ilhom Begimqulov ekanidan qalbimda cheksiz shukronalik hissi bilan yashayman. Muvaffaqiyatga erishish hech qachon oson bo'lmaydi. Muvaffaqiyat bu Allohning ulug' ne'mati. Ammo bu ne'mat faqat va faqat tinimsiz harakat qilgan odamgagina beriladi. Shuning uchun doimo harakatda bo'lmogingiz darkor. Agar vaqtni ortga qaytarish imkoniyati bo'lganida edi, men avval ilm olardim va keyin yoshligimdayoq biznes boshlagan bo'lardim. Ko'proq pul ishlab, maktablar va shifoxonalar qurib, o'z xalqimga yordam berardim. Vatanni sevib, xalqqa sodiq xizmat qilishni o'zimga eng buyuk burch sifatida tanlardim. Agar bu kitobni yoshlar o'qiyotgan bo'lsalar, o'ziga tegishli xulosa chiqarib, vaqtni bekor boy bermasdan, biznes bo'yicha akademiyada o'qishni, treninglarda ishtirok etishni, o'ziga munosib ustoz tanlashni va albatta kitob o'qishni qattiq maslahat beraman. Doimo rostgo'y bo'ling va halol ish qiling. Shunda hayotingizda hammasi yaxshi bo'ladi. Ushbu satrlarni o'qiyotgan hurmatli tadbirkorlar, bu kitobni o'qigach, undagi bilimlarni albatta amalda qo'llang. Chunki men o'zim uchun xohlagan barcha yaxshiliklarni boshqalar uchun ham xohlayman. Bu hikoyamni o'qib, o'zingizga to'g'ri xulosa chiqaring. Xatolarni to'g'rilash va yuksalish uchun akademiya eshigi barchangizga har doim ochiq. Xulosa. Biznes kattalashgani sayin uni boshqarish qiyinlashishi tabiiy hol. Ammo bunga tayyor bo'lmaslik halokatdir. Muhammad Ali aka akademiyaga kelganida 50 ta xodimi va 10 ta sexi bor. Muvaffaqiyatli tadbirkor edi. Lekin unda boshqaruv sturvali yo'q edi. U hamma narsaga ulgurishga harakat qilar, lekin kuchi yetmayotgandi. Biz unga oddiy haqiqatni o'rgatdik. Katta biznes
Bu qahramonlik emas. Bu tizim. Biz uning biznesiga Face ID, Bittrex 24 va aniq strategiyani olib kirdik. Natijada u nafaqat boshqaruvni qo'lga oldi, balki sof foydasini 2 barobarga oshirdi. Dars shuki, bilimsiz o'sish bu qulashning boshlanishidir. Tizim quring va xotirjam o'sing.